odamlar menga savol berishadi. Bu dunyoda armoning bormi deb so'rashadi. Armonim yo'q. Alhamdulillah. Alloh menga yurmaydigan oyoq, qo'lsiz jism berdi. Lekin mo'tabar bir zot, mehribon ona berdi. Lekin ushalmas bir orzuyim bor. U orzu ushalmasligini bilsam ham orzu qiluraman. Allohdan so'rayveraman. Qani endi menga bir dona qo'l bersa-yu, shu qo'llarim bilan onamning yuzlarini silasam. Bir marta onamni bag'rimga bossam. Qani edi bir marta shu qo'llarim bilan onajonimni ko'zlaridagi yoshlarni silasam, artib qo'ysam. Mana shu meni armonim. Ey onasi borlar. Ey qo'li harakatlanayotganlar. Meni-yu qo'lim yo'q. Oyog'im ishlamas ekan. Ammo sizlar qachon oxirgi marta onanglarni quchoqladinglar? Qachon oxirgi marta onanglarning yuzini silab, yuzlariga yuzinglarni qo'yib, rozilik so'radinglar?